Salom do'stlar, mening kanalimga xush kelibsizdir. Benila Zuriyel. Bugun biz erkaklar potensialini qo'llab-quvvatlovchi kapsula bo'lgan champion haqida suhbatlashamiz. Champion kapsula erektil funksiya va potensialni oshiradi. Plyonkali kapsulalar prostata beziga ham yordam beradi. Ular erkaklar jinsiy gormonlarini va kichik tos boshligidagi qon oqimini oshiradi. Ularning yordami bilan siz uzoqroq va yaxshiroq jinsiy aloqada bo'lgan o'zbek erkak bo'lishingiz mumkin. Rasmiy veb-sayt chegirmali nusxalarni sotadi. Championdan qanday foydalanish kerak? Har kuni bir kapsuladan yoki mashqdan 30-60 daqiqa oldin qabul qiling. Nonushta va kechki ovqatdan keyin yoki rejalashtirilgan mashg'ulotdan oldin. Sut yoki suv kapsulalarini qabul qiling. Championning foydalari: jinsiy faollik, chidamlilik va chidamlilikni oshiradi. Libidoni tabiiy ravishda oshiradi. Kuchli ereksiya uchun qon oqimini va qattiqlikni yaxshilaydi. Charchoqni kamaytiradi va energiyani oshiradi. Sperma salomatligini yaxshilash orqali reproduktiv funksiyaga yordam beradi. Stressni kamaytirish, baxt va o'ziga ishonchni oshiradi. Tabiiy va o'simlik formulasi, qattiq kimyoviy moddalarsiz.